Assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan KLCX PUBG Mobile. Bugun sizlar bilan 300 minglik akkaunt taqdim qilamiz bolalar. Qani ketdik, yo. Obzor qilishdan oldin kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan ham qiziqarli videolarni o'tkazib bormaslik uchun. Qani ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Setlardan boshlaymiz. Setlardan Farama bir ekan. Mana bu set bir ekan. Mifiklar. Ko'p yerpeniki, keyin Tomas Shelby bor ekan bitta. Shu setlar shlemlardan. Shu shlemlar bor ekan. Qalagi kiygan mana bu. Yaxshi. Men tez yetkaziraman, o'zlaring ko'rib bo'lasizlar, to'xtatib. Ochkilardan, maskalardan yaxshisi yorqa maskani menga tepaset. Qo'y ananas bor ekan, ananas. Sumkalardan bitta mifik sumka, qolganlar legendarniy va oddiy sumkalar. Shtamlardan bor ekan, временisi bor ekan, mana bu seçim. Umr kuni shu narsalar короче. Chiqamiz. Laboratoriyalarni ko'ramiz. Yumpik to'r ekan. Skorovodka 3 kelchat qilib qo'yilgan. Bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta kelchat, qolganlari 1, 2. Bittan chiqamiz. Biz mana 3ta rajvoyat oshirgan ekan. Yangi kelgan RP olinmagan. Qolgan hammasi olingan ekan. Yaxshi. Yana qayerda ko'rsatsam bo'ladi. Kolleksiya 47-level. Mana. Setlar. Yana qatishdan ko'rsataman sizlarga. Mana. Setlari bor. Nima deb o'ylaysizlar? Akkaunt arziydimi yo yo'qmi? Izohlaringni kommentariyada yozib qoldilar menlar. Obuna bo'lishdan chiqmasin jigarlar. Do'shamlarga rahmat.